Oyliklar, pensiya, stipendiya, bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar haqida tezkor xushxabar. Barcha O'zbekiston fuqarolari ushbu xabarni o'tkazib yubormasdan ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Bugungi kunda O'zbekistonda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,271,000 so'm. Bazaviy hisoblash miqdori 412,000 so'm. Yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918,000 so'm. Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,12,000 so'm. Minimal iste'mol savatchasi kambag'allik chegarasi kishi boshiga 669,000 so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun bolalar nafaqasining har bir oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzand uchun 360,000 so'm. Oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165,000 so'm to'lanadi. Oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110,000 so'mdan beriladi. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420,000 so'm etib belgilangan, deyiladi xabarda. Videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.